hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam petlani nina bilan fabrichniy usulda yopish. Misol uchun boshida o'rganayotganda oddiy yopib ketasiz, krючокda yopasiz. Ishingiz juda sifati oshgani shu narsadan bilinadi. Hozir oldini yopaman. Plankasini shuni ko'rsatib o'tmoqchiman. Ipni kesib, kerak yopish petlarni yopadigan joyingizdan 3 barobar uzunlikda kesib olasiz. O'zi petlarni aylantirib olish kerak. Misol uchun mana bu litsevoy ekan, bunday turish kerak. Dan boshlaymiz. Iznamkani oldi devori to'g'ri bo'lishi kerak. Oldingi devori birinchi men sizga qarab turgani shunday bo'lishi kerak. Ninani o'zingizdan bu yoqqa qarab tiqamiz. Tiqib oldik. Endi ikkita litsevoy petlarni birlashtirishimiz kerak. Litsevoy petli mana bu litsevoy petli bo'ladi. Mana bu yarmi, bu yarmi. Bu yerdan ninani, bu yerdan ham tepadan pastga tiqamiz. Keyingi litsevoyni olib chiqamiz. Har bitta petliga 2 martadan kiramiz. Bu iznanka, bu petliga birinchi bundoq kirgan bo'lsak, endi bundoq ipimizni olib chiqamiz. Ikkita mana, bitta iznanka, bitta litsevoy spitsadan tushiramiz. Ipni sal tortamiz. Nima qilish kerak? Yana iznankaga keldik. Yana shu narsani takrorlaymiz. Birinchi o'z-o'zidan to'g'ri tepadan pastga tiqamiz. Endi ikkita litsevoy birlashtiramiz. Litsevoy topib olish kerak. Mana bundoq o'rimlar chiqayotgan bo'lsa, men buni bir yotarab ko'ryapti-da, ya'ni yechganimizdan hisobiga ikkinchisi ko'rinmaydi. Shuni nima ninadan yordam bersak chiqib keladi. Bir yot devorini oldik. Litsevoyni ham orqadan olib chiqaman. Buni nima orqadan olib chiqaman? O'zi petli mana bundoq bo'lish kerak-da. O'shanda bundoq olinadi. Endi men hammasini qaytib o'girib chiqmasligi uchun shunaqa olib kiraman. Endi iznankaga bu yoqdan kiramiz. Pastdan o'zimizga qarata kirgizamiz. Bo'ldi. Ikkitasi bo'ldi. Yana shunaqa. Iznankaga kirdik. Endi ikkita litsevoy, mana bu ipni orqaga tashlaymiz. Ikkita litsevoy, bittasi buni bilan mana bu devorni olib chiqamiz. Nimani, mana bu oyoqchasini o'zgartirmaganimizdan hisobiga shunaqa pastdan olib chiqaman. Bo'lmasa almashtirib chiqish kerak bo'ladi. Hamma shu devorini to'g'rilab. Iznankaga yana bir marta kiramiz. Yana ikkita petli bo'ldi. Yana bitta iznanka, bitta litsevoy spitsadan tushiramiz. Mana shunaqa davom etaveradi.